Pensiya, nafaqa, oyliklar va stipendiyalar. Barcha O'zbekiston fuqarolari 10 yanvar sanasigacha ulgurib qoling. Bu yangilikni o'tkazib yubormasdan O'zbekiston fuqarolari ko'rishi shart. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi hududida mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 1,271,000 so'm. Bazaviy hisoblash miqdori esa 412,000 so'm. Yoshga doir eng kam pensiya miqdori 918,000 so'm. Nogironlik pensiyalarining eng kam miqdori 1,12,000 so'm. Minimal iste'mol savatchasi kambag'allik chegarasi kishi boshiga 669,000 so'm. Kam ta'minlangan oilalar uchun bolalar nafaqasining har bir oylik miqdori 3 yoshgacha bo'lgan bitta kichik farzand uchun 360,000 so'm, oilaning ikkinchi farzandi uchun qo'shimcha 165,000 so'm, oilaning 3 va undan keyingi har bir farzandlari uchun qo'shimcha 110,000 so'm. Kam ta'minlangan oilalar uchun moddiy yordam oylik miqdori 420,000 so'm etib belgilangan. Azizlar, ushbu xabarimiz keng tarqalib, barcha O'zbekiston fuqarolariga e'tibor ishligi uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.